Joriy yilning 31-may kuni yurtimizdagi yagona anklav hudud So'x tumani o'zbek-qirg'iz chegarasidagi Chashma bulog'ida Qirg'iziston va O'zbekiston fuqarolari orasida janjal kelib chiqdi. Mojaroning sabab va oqibatlarini zudlik bilan bartaraf etish maqsadida So'x tumaniga O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Aripov va Qirg'iziston Respublikasining Bosh vazir o'rinbosari rahbarligida davlat rasmiylari tashrif buyurib, Chashma chegara postida muzokara olib bordilar. Kechagi bo'lgan holat bo'yicha mana ikkita mamlakatni prezidentlari, O'zbekiston Respublikasining prezidenti hurmatli Shavkat Mirziyoyev, Qirg'iziston Respublikasining prezidenti hurmatli Sooronbay Sharipov Jeenbekov topshiriqlariga ko'ra hurmatli mana Qirg'iziston Respublikasi bosh vazirining birinchi o'rinbosari, bosh vazir vazifasini bajaruvchi Qubatbek Ayilchiyevich bilan men O'zbekiston Respublikasining bosh vaziri mana hozir uchrashdik. Kechagi holatlar bo'yicha avvalambor bu kechagi holatlar bu ikkala mamlakatimizning xalqlarini bir-birini yaqinlashtirish bo'yicha ikkita prezidentimizni qilayotgan ishiga mutlaqo zid to'g'ri kelmaydi. Mumkin emas bunaqa qilish. Biza bozorimiz ham bir, mozorimiz ham bir, ichadigan suvimiz ham bir. Shuning uchun biza birgalikda, hamjihatlikda, yaqin qo'shnichilikda yashab, kechagi ana holat o'yindan o'q chiqib, qancha odam jabr ko'rdi, qancha odam yaralandi, qancha odam halovati buzildi. Kim bundan foyda topdi? Qirg'iziston xalqi ham emas, O'zbekiston xalqi ham emas. Har qanday muammoni kelishuv asosida hal qilish mumkin. Buning uchun mana ikkita o'sha hudud rahbarlarimiz bor. Mana bu yerda Alisher aka, bu yerda Shuhrat aka, Farg'ona viloyatining hokimi, Toshkent hududining viloyatining gubernatori o'tirgan. Yoki mana ichki ishlar xodimlari, mana bu yerda chegara qo'shinlari bor. Muzokarada bu kabi holatlar qayta takrorlanmasligi, Chashma bulog'ining ariqlari bundan keyin birgalikda ikki davlat aholisi ishtirokida tozalanishi, buloqdagi suv tartib doirasida ikki mamlakat fuqarolariga taqsimlab berilishi hamda transchegaraviy hamkorlikni rivojlantirish va chegarada yuzaga keladigan muammolarni do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va strategik sheriklik ruhida hal qilish to'g'risida kelishuvga erishildi. Muzokaradan so'ng ikki davlat rasmiylari janjal oqibatida zarar ko'rgan xonadonlarga borib, holatni o'rgandilar. E'tiborga molik jihati shundaki, bosh vazir Abdulla Aripov suhliklar bilan uchrashgan chog'i janjal oqibatida zarar ko'rgan xonadonlar zamonaviy tarzda davlat tomonidan qayta bunyod etilishini ma'lum qildi. 3 ta xonadon jabr ko'rgan. 3 ta xonadonni biz boshqatdan namunaviy qilib o'sha o'rniga qurib beramiz. Uchrashuv davomida ma'lum qilindiki, tumanda yangi ish joyi yaratish, tadbirkorlikni yanada rivojlantirish bo'yicha tez kunlarda dastur ishlab chiqilib, mavjud muammolarni bartaraf etish choralari ko'riladi. Aholi esa bu kabi e'tibordan mamnun ekanligi va bundan keyin xalqlar o'rtasidagi do'stlikni yanada mustahkamlashga va'da berdi. Tumanida yo'l muammosidan tashqari asosiy muammo bu ichimlik suvi, sug'orish suvi. Mana 2 kundan beri So'x tumanida siz vaziyatni o'rgandingiz, shu haqida to'xtalib o'tsangiz. Albatta, mana shu So'x tumanida bo'lgan masalalarni biz chuqur o'rgandik. So'x daryosini mana shu sel toshqin tufayli ko'p hududlarda ziyon keltiradigan masalalar bor. Bularni biz mana ish boshlayapmiz, ishlar qilamiz va yuqorida aytildi, qator nasos stansiyalarini demak yaxshiroq ishlatish kerak. Yerlarni yana оборотga kiritish masalasi aytildi. Ular tez orada bajariladi. Shuningdek, 10 ta sug'orish quduqlari bir haftadan keyin ish boshlanadi. 2 ta burg'ulash mashinasi olib kelinib, mana shu 2-3 oyda 10 ta demak tik sug'orish quduqlari ishga tushiriladi. Albatta bu yerda demak qayroq hududi bor, shu yerda ham nasos stansiya qurilishi rejalashtirilgan. Buni hozir chuqur loyiha ishlari qilinyapti. Bu katta yirik inshoot bu. Buni ham demak 21-22 yillarda shu nasos stansiya qurilishi ham amalga oshiriladi. Lekin albatta biz mana shu 2-3 oy ichida yirik shu hududlarda demak nasos stansiyalarini ishga tushiramiz. Ayniqsa Hushyor hududida, Hushyor 1, Hushyor 2 nasos stansiyalari demak yana qo'shimcha agregatlar qo'yilib, mana shu vegetatsiya davrida xizmat qilishini ta'minlaymiz.
Hurmatli vazir, bizni tumanga xush kelibsiz. Albatta mana hozir navbatdan tashqari sessiyada shu aytilgan so'zlar, shu maktab xonalarining yetishmasligi, ko'p holatlarda shu ehtiyot haligi asbob uskunalar yetishmasligi haqida fikrlar aytildi. Yangi maktablarni rekonstruksiya qilish, qurilishi haqida mana fikringizni aytib o'tdingiz. Batafsil axborot bersangiz. Prezidentimizning topshiriqlariga ko'ra mana hozir bosh vazirimiz, bosh vazir o'rinbosarlari, vazirliklar kelib, So'x tumanida hammamiz o'rganib qaradik. 31 ta maktabimiz bor So'x tumanida. 31 ta maktabimizni endi qaysilardadir albatta quvvatidan oshib ketgan holatlari bor. Bularni qo'shimcha bino qo'yish bo'yicha alohida hozir maqsadli dastur loyihasi qildik. Ularga qo'shimcha bino quramiz. Mana juda ahvol og'ir maktablarimiz ham bor ekan, albatta ularni mukammal ta'mirlash dasturiga qo'shdik va yana bir eng katta muammolardan biri bu yerda internet bilan ta'minlash edi. Maktablarimiz ham mana hozir ko'rdingiz, bosh vazirimiz topshiriq berdilar, axborot texnologiya vazirligi bilan hamkorlikda hamma maktablarni shu internetga ulash masalasi. Yana ikkita maktabimizda umuman kompyuter sinfi yo'q ekan, kechani o'zida tashkil qildik. Ikkita maktabimizga kompyuter sinflari yetkazib berildi, hozir mana o'rnatish ishlari olib borilyapti va asosiy masalamiz albatta So'x tumanidagi shu maktablardagi ta'lim sifatini ko'tarish orqali So'x tumani aholisini yana kelajakdagi ishlariga yanada ish bilan ta'minlash deymiz, turmush darajasini yaxshilashga o'zini hissasini qo'shish va bu borada mana prezidentimizdan kecha mana alohida topshiriqni bugun mana majlisda eshitdingiz. Ya'ni So'x tumani uchun qo'shimcha alohida mana 500 talik universitetlarga kirish kvotasi qilinishi. Bu ham albatta maktab bitiruvchilarimiz uchun bu o'ziga yarasha juda yaxshi bir yangilik deb qabul qilsa bo'ladi va hozirdan bolalarimizni, bitiruvchilarimizni vaqtini bekor o'tkazmay shu institutga kirishga qattiqroq tayyorlanish kerak bo'ladi. 5 muhim tashabbus yo'nalishi bo'yicha. 5 ta muhim tashabbus bo'yicha ham albatta mana madaniyat san'atga qiziqtirish masalasi, mana sport bilan qiziqtirish, kompyuter, kitobxonlik, ayollarimizni ish bilan ta'minlash, bular hammasi bo'yicha maktablar o'ziga xos shu 5 muhim tashabbusi lokomotiviga aylanadi. Chunki mana ko'rdingiz, ham sport vaziriga ham topshiriq berdi. Mana biz ham hozir adresga qo'ydik. Sport bilan shug'ullanishga imkoniyatlar maktabga yaratish bo'yicha qo'shimcha sport zallarini ta'mirlash, qurish yoki sport maydonchalari yaratish, kompyuter bilan hal etgan ta'minlash, internet masalasi, qo'shimcha adabiyotlar berish masalasi va bular hammasini qo'shganimizdan keyin albatta yoshlarimizni bo'sh vaqtini mana samarali mazmunli o'tkazishga imkoniyat yaratiladi. Xush kelibsiz.